Sog'liqni saqlashmi yoki azoblashmi? Aspekt 24 axborot agentligi xodimlari Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida jurnalistik surishtiruv o'tkazish maqsadida borganida, u yerda bemorlar sog'lig'iga tahdid soluvchi dahshatli sharoitlarga guvoh bo'lishdi. Shifoxona ichkarisida sanitariya qoidalari qo'pol ravishda buzilgan. Oddiy aholi kim u, tibbiyot xodimlari kim? Ajratish qiyin. Hamshiralarning bosh kiyimsiz bemalol yurishlari bizni hayratda qoldirdi. Bunday hollarda bemorlarga infeksiya tushmaydimi? Ba'zi bir bo'limlarda yotgan bemorlarning ahvoli juda tang edi. Idishlar ichi chang, shifoxona zalida yurgan odam esa faqat chang-to'zonga duch keladi. Kameradan va mas'uliyatsizlikdan qo'rqgan xodimlar chang tozalash bilan ovora bo'lib qolishgan. Bemorlar yotgan xonalarning deraza oynalari sinib qolgan. Ular shunday deydi: Yotgan joyimizda hattoki ovqatlarimizgacha suvaraklar oralab yuradi. Umuman sharoit yaxshi emas. Ba'zida o'ylab qolasan, inson qadri yangi O'zbekistonda shu darajada pastami? Bu albatta